Men Diyorbek Satimboyev, Unicorn Soft kompaniyasida Flutter mobil dasturchisi bo'lib ishlayman. Dasturlashga asosiy sababchilardan biri bu Pavel Durov. Mobil dasturlash bo'lishiga ham sabab shu Telegram, TikTok kabi platformalar yaxshi ishlashi, qotmasdan ishlashi, shunga o'xshagan prilojenelar meni qiziqtirgani uchun applicationlar o'zim shu sohada sinab ko'rmoqchi bo'lganman. Foydalanuvchiga qulay bo'ladigan, og'irni yengil qiladigan dasturlar bilan ishlash menga yoqadi. Faqat aniq va isbotlangan faktlarga ko'proq ishonaman. Odatda muvaffaqiyatli ilova chiqishi uchun g'oya yaxshi tanlangan bo'lishi kerak. Keyin mutaxassislar va texnologiya to'g'ri tanlangan bo'lishi kerak. Uchinchisi shu bozor o'rganilgan bo'lishi kerak. Mana bugungi kunda Unicorn Soft'da mobil dasturchi bo'lib faoliyat yuritmoqdaman. Unicorn Soft jamoasi meni yaxshi kutib olishdi. Bu yerda tanlashimning asosiy sabablardan biri rasmiy ish, oylik va ahil jamoa. Sun'iy intellekt hozirgi kunda men muammolarimga 30-40% gacha yechim bera oladi. Juda ham fakt masalalariga kelganda yoki kodingda qaysidir joylariga kelganda ishonaman, lekin faktni baribir Google orqali, internet orqali qayta tekshirib olaman. Mobil dasturchi bo'lish yoki umuman dasturlash olamiga kirish, dasturlash men uchunmi degan savollarga javob topishni xohlasangiz, birinchi ingliz tilini o'rganing. Ingliz tilini o'rganganingizdan keyin qaysi dasturlash bo'lishidan qat'iy nazar, ingliz tilida juda ham ko'p materiallar, kitoblar va dasturlashga oid boshqa narsalar bor, video kurslar bor. Xohlaganingizda o'zingiz sinab ko'raverasiz. O'zbekistonda dasturlash va dasturchilik sohasida ishlovchi odamlarni va yoshlarning ko'paygani yaxshi. Hech kim raqobatdan qo'rqmaydi. Bu narsa sifatli va kuchli dasturchilar yetishtirib chiqaradi. O'zbekiston ham ko'proq agricultural iqtisodiyotdan post-industrial iqtisodiyotga o'tib boshlaydi.